Ha? Şakçık. Kichik bo'lgan. Yosh haqiqatan muhim emas, ammo sen bek muhim bizga sen bo'lmasang bo'lmaydi. Rasmiy bizning kanal ichmiyimizda bu. Endi terik turma degan altonni bir dorab bera menga. Ha? Meni terik turma. Her bir harakat, her bir aşı misrabı şunçilik darajada chiqqan bo'lib qo'ydi. Jinim opa, elipani tugatdim deb o'qib kayniga tashlab o'tirgan harakatlar. Elipani tashlasan qanday bo'ldi? O'tgan bir harakat. Voy Kichik o'ylab ketibsiz qaram. Bu naqshida yosh muhimmi, kichik bo'lgan yomonmi deb kichik bo'lgan yomon shu, cho'ng bo'lmasa, men Umid akashdek kostyumlarni kiyamaymiz. Shu. Ama kichik bo'lg'ashqa yomon bo'lganliging uchun hammalarni ko'ydirib atsasa hozir. Qamsa shuni. Uning ustiga men harakatlarni shu mazmunlarga tushirishimcha shunchalik joyida dedim-ku. Yana bir ta'sir qilgan edi harakati. Men cho'ng bo'ldim deb ko'yinni ko'rib, "O, yagisini bu yoqqa yetdim hozir." Ya bunda cho'ng qildim. Ha, bunda cho'ng qilib, texmi cho'ngma. Voy, uning ustiga meni kichikda bo'zaq qilmagan deb men texmi kinoylashtirib, cho'ng bo'ldim deb osmon palakni ko'rsatgani bilan meni kichik dema deb menchilik ko'rsatgani bek Umakça bana hareket. Şunda bu nakşdan teksti yana işkimiz sıran uçurattım. Ata-anamı boğulmamlarımızın aldığı küçük bala diyendek bir mezmun var ki. Bizim ata-anamızın aldığı değil mi küçük bala? Şunda. Hem de sen de bir soru sorayım. Şu öyde dadaş ya bu mesela apaş aş dadam bile apan seni ağaçlı kılanmaysa boldu kılar sen küçük dayıdan gelen çıkılam da. Bize çıkıldı. Bize çıkıldı degan gap, noiz çıkıldı degan gap bo'ldi shunda qo'y. Odatda mush qaysi ishlarga kelgan vaqtida mushu bize chiqib qoldi o'sha gaplarni. Masalan, misoldan bir nap bera. Bazen ağırlaşlarını kütaganda, "Voy sen küçük bunu qilma bo'li." Amaliyotimi kütiralayman o. Yana cho, o eg'ir narsani ko'tarishdan boshqacha. Tugidi. Tugidim ha. Unda qolsa uyaladi doim degdek mush eg'ir narsani yo'tkab turamiz-da u yoqdan bu yoqqa. Unda qolsa o'zing bugungi mush ish padangda rozi bo'ldingmi? Razı oldum. Hem de ustazlarına bahasına lapa qanday? Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh qari, oldi bilan Ipar maktabi İmran Qabullar sinfining mas'uli Gulbar ustaz. Qutlug' bolamizning bu naqshisidan mushu bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchisini qanchalik shukur ekanligini bilib olib bo'ldi. O'g'limiz naytda aqlli bu o'g'limiz bu naqshingiz orqali bizni bek huzurlantirdingiz. Bu naqsha sizni biroqli ichibatdi mana. Eng oxirgi kelganda o'zingizni bir ko'rsatib qo'ydingiz, ha? Rahmat sizga. Rahmat ustaz. Xo'sh, Ipar maktabi Luqman Hakim sinfining mas'uli Ikrom muallim. Aile marifi menimce. Mektep marifidan muhim şu. Şu atanlar ballarını şu nokul halda küçük anı kısan bulmaydı, manı kısan bulmaydı. Digendek şu elke tosalıqlavlar balniki mavalqı üst bitisin, men üst bitisin to'xtatib ballarniki özgü bo'lgan ishonchisini texim oshirish uchun atanlar cho'qim mushu ballar tarbiyasiga oid chiqroq kitoblarni o'qib bersa, ballarning üst bitlisiga texim yaxshi bo'ldi. Masalan, mana u Qutlug' o'zi xitob qilgandek, bundaq ishlar yuz bermaydi-da. Ayt yaxshi padlab berdim. Rahmat sana. Davom ettirish. İkram almış şundaq yaxshi gapni birini qildi ya. Shu bolalarni qilinmaydi devagan seri bolalar shu qilinmaydi shu. O'ziga bo'lgan ishonchisini yo'qotib, keyin uniki ma'lum bir ishlarga kelgan vaqtida yo'q men qilinmaydim deb boshda atadigan o'zini apqatgan shundaq holatlar shakllanib qoldim. Xo'sh, undaq bo'lsa, Ipar maktabi Intil aqllar sinfining sinfasi shering ustaz. Shu muallimi o'rgatgan ovozlarni yaxshi bir taraf qilgandingizdir. Muallimi o'rgatgan shu usul harakatlarni shunday yaxshi ifodlaydigan bo'ldi. Ashinaqa harakatga qaysi? Meni qilishimga gaplar bir qilganda shunday qo'shib, endi atarib berib qildigan o'xshaydi. Sen asli ma'lum qilgan edi. Sonda qo'shib ketdim. Chunki o'tgan qatam meni qashaqqa vaqtida mag'lub bo'ldi emasmi sizga? Shu bu qatam mashinadan bir to'liqlab olay deb shu baqib qo'yding, ha? Ya, Abdulalim meni qildi. Abdülalim olim, aşı Şeringül ma'lum qila qil. Ma'u boshqa ma'lumlarga qilma deb o'rgatdimi? Ya, aşı bir harakatni qilsam bo'ldi. Shu aşı bir harakatni qilsam bo'ldi deb o'rgatibdi. Nimishqa unda qolsa, yo Ikrom ma'lumga qilmaysa, yo Gulbar ma'lum qilmaysa, yo maktab mudirimizga qilmaysa, nimishqa qilsa yolg'izlar aşı Şeringül ma'lumga qilsa? Men amroq.
Hem sizge bek amrık. Nima qildi? Voy o'muqim. Nima qilaman? Xo'sh, mana abbalarni qilib bo'ldi. Qanday yana bir ustoz qo'ysak bo'lamdi? Bo'ldi. Qani, naqosa sinf mas'ulimiz Abduvali ustoz. Bizning sinfda hammadan umoq hammadan kichigi mush bo'lmasa bizning sinfimiz bir xil jimmadan olib qoldi. Mush kelganda kayfiyatimiz hammamizning o'rlab ketadi-da kayfiyatimiz. Mush akadlarimiz sinfidagi buning bak amroq. Bu dummalaqlashi bir buning texi Manda qilgan qo'sqini, manda qilgan nomer vatdi o'zi sal xijlab qolgan şeyda qimidi uni. Voy ma'lumni qilmay. Shuni bo'ldi. Voy qutlug' u harakatni qilsang nima bo'ldi? Voy xijil. Voy sen xijil olishni o'qigansa? Ishqilib, bilgan ishbadan bek yaxshi qutlug' bolam. Seni bek yaxshi ko'rmisan, bek umoq, bek iqtidorli. Sen bizning qalbimizda faqat kichik emas. Sen nurg'u ishlarni qila oladigan bir o'g'lonimiz. Sen ko'pdan-ko'p rahmat. Rahmat. Biletda qutlug'dan davomida o'shanda umoqlikni ochdi degan bir adablikka bor shundoq-ku. Ancha-muncha shoqlarni hisoblanmaganda baqib qo'yib qoshlarini yetib. Qolgan taraflarda shundoq axloq. Hamda bu tarafnimi yana ta'riflashga arziydi. Chunki Abduvali ustoz o'rgatdi emasmi? Shundoq-ku. Qo'shina qo'samda maktab mudirimizning bir bahosini olib boqamdi. Ha, qani. Abdurahmon ustoz. Ha, imtihonimiz qizib ketib bordi. Bu qutlug' bolamiz bo'lsin, eng kichik o'quvchimizda bu naqshini bu Abdulim olim naytimizga yaxshi o'rlashtiribdi. Agar bundan bir ishga cho'ng balığı bergan bo'lsa, o'rnida kichik bu fikr chiqadi-da. Rost. Mening ishim muhimmi, men kichikdim bu deb. Men bu o'rlashtirish nayt yaxshi bo'lgan. Andiki bu mazmuni jihatimi bek yaxshi ekan. Endi bolalarni kichik ko'rmaslik. Hozir bir nurg'un kichik bolalarimizni cho'ng ishlarni qilyapti. Demek bizde kichiklarni bek sal qaraydigan, kichik bolalarga sal qaraydigan ishimiz bor ekanda, mushu naqshida, mushu bolamizning naqshidan bu men mushu soatlarga kelyapman. Bizde bo'libmi bizda mushu bolalarimizga bek ko'yinganligimizdan o bolaning nurg'un taraqqiy qildigan, olg'a ilgarilgan narsani to'sib qo'ydigan ishlar bor. Biz mushu naqshlar orqali balkim jamiyatimizda shunday bir g'olg'oli bo'lishi mumkin. Bolalarımızın yeşil qaramay, beşi qaraylı. Bolalarımızın aqli idraki qarab turib, bular nurg'un ishlarga yo'l qo'ysak, bolalarimiz texnik burunroq ilm-fanni egallab, burunroq o'zining shu o'ylagan kashfiyotlarini qilib, bizning jamiyatimizning taraqqiyoti uchun yeshiga qaramay turib, nurg'un to'pidan qo'shishi mumkin. Shu bolalarimizning texnik bilim, aql, idrakka ega bo'lishini burunroq jamiyatimizga yaramli odam bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Maktab mudirimi intayin yuqori bo'lgan baholarni berdi. Bizning sektimimizdagi mana bu kichik ziyrakchoq o'zininki eng umoq qiliqlari bilan, shundaqla eng tatli tillari bilan nurg'unligan qaltis bo'lgan asarlarni sunyapti shundaqmi? Shundaq, umuqim, men mushundaq xushal qiziq gaplarni atrofimizdagilarni kuldirib yuraylik bo'ldi ekan, juma o'maqa. Ma'qul. Unda qolsa, mundaq bir ishni va'dalash olamdik ya. Mushu o'qish bitirish murosim bor emasmi oldimizda? Shu murosimda bir qo'saq harakatini bir ishlab beramsan. Azroq bir o'ylash baqamsan ya. Ya bo'ldi. Bo'ldi. Shu Umidjon ayrim chiqib ishlab berjima. Bak ko'gisi bor. Hashta qilayli, ha. Bo'ldi, unda qolsa aramaqashtiramsan? Yaratish kichikka uni. Rost. Qani, aramaqashtira.